Tushdan burun texi, umum mening oldimga yolvorib keldi ekan apa. Oy, Adila keldingmi qizim? Kela qo'lingni yuvib kela. Ha. Oy, seni issiqda usab ketganda muzda yesin deb tavozlab tayaq qo'ygan. Ala qizim. Rahmat apa. Ala. Yigina qizim. Tatlı emasmikan? Yo'q, tatliqga. Apa, bir gaping baxshimamdi. Mening qizim bek aqlliqa. Avval bir tavuzun yegin. Usab berib kelgan chaqda muzak bir tavuz yegina. Ondan deyishimiz. Quloqqa xo'sh yoqadigan gapni qilasa jumo apa. Toza kayfim yaxshi emas. Gapni o'chig'in desam qara. Boya Eyliq burun qiynapang telefon qipti. Oy. Qapomusla xudam. Men burun Adila qizimning ko'nglini ag'irtib ekanman. Murat balamma Adila qizimning ko'nglini bek ag'irtgan. Shun bek xapolmagan bo'lsa, bizmi bek pushaymon qildik. Bo'smosh ishki balni bir yarashtirib qo'ygan bo'lsaq deb uzr aytib telefon qipti. Voy. O'g'itning ayni vaqt shunda qo'saq kepigim batdi mening. Taz payt ketdikan. İkisini qo'shib taz dallab puska aytib, ochig'imni taz chiqarib oldim. Hey, ishkisi tangli hujum qo'yibdi-da. Qandoq deysa qizim? Tushdan burun texi, umum mening oldimga yolvorib keldi ekan apa. Amisa unga nima dedi? Menmi unuga burun menga qilgan atganlarini deb, tillab ichimni bo'shatib oldim. Men bilan yarashib olishingiz mumkin emas dedim. Sen apa, sen nima deding? Demisimi o'qitini hozir burunqa qavurliqdan faqat asarmi qolmabdi. Men shuncha qattiq gap qilsam-mu, voy xapomusla xudam, xapomusla men namaqul deganda boshqa hech nima demadi qara. Haliga boshlab qopti. Apa, yodingda yo'q ma'qul deb sanmagansan-a? Voy yo'q. Qarab turib ma'qul demdim qizim. Lekin endi qizimning fikrini ep baqay. Menga bir necha kun vaqt basla deb qo'ydim. Voy, apa elishib qoldingmi? Nemishqa yo'q bo'lmaydi deb gapni uzib etmaysan. Ana bola ishkisi, to'qqiz tazim bilan oldimga yolvorib kelsam, men hargiz yenishmayman. Heliqi Murat degan lükchakning ayni vaqtda meni qanday bo'zaq qilganligini men hargiz esimdan chiqarmayman. Hozirda telefon qilib gapni uzib et. Men hargiz yenishmayman. Ay, emis qanday qilay deysan, ha? Ya burun ering bilan yarash qil unimisan. Ya men haqiqiyaga asli unimisan. Qanday qilay deysan? Ha? Qaraganda sen Heliqi Adilga yalan to'shtin, texij mehrini uzamay o'tibsan, ha? O'zimning o'ylig'inim bor. Adil bilan birga o'tamagan taqdirdimi? Hargiz qayta turmushlik bo'lmayman. Jenim balam, undaq dema. Xotin haq degan shunchalik bir ojiz keldi ekanmiz. Ayni vaqtda menmo dadang ikkimizning baxtini ko'rmaganlarning yolg'on yovdaq gaplarga ishonib, dadangdan ajrashib ekanman. Xiyolingda dadang meni bek yaxshi ko'rdi. Mensiz yashayolmaydi. Mendan ayrilsa o'ladi deb qopti ekanman. Afsus. Dadamning ko'ngli bek qattiq og'rigan chig'i. Mendan ayrilgandan keyin shu ketgancha qaytib kelmadi. Keyniga qarabmi qo'ymadi. Texi boshqa xudni ilib hozir shundoq baxtli yashayotdi.